Sadoqat, assalomu alaykum. Sizni eng ko'p darsingizga keladigan savollarni o'qib bersam-da, o'shalarga tez-tez javob berib ketsangiz. Top 5 ta savol. Bo'ldi, roziman, o'qing. Qarang, birinchisi eng ko'p keladigan savol insulin ko'tarilishiga nima sabab bo'ladi deb rosa ko'p yozishadi. Ikkinchisi qornim dam bo'ladi, ko'p salatlar yeyman, siz salatlar buyurasiz, qornim dam bo'ladi salatlardan keyin yoki o'sha kokteyllardan keyin deyishadi. Uchinchi eng ko'p keladigan savol bu qabziyat muammosi, qabziyatga qanaqa yechim bor? To'rtinchisi tez ozishni o'rgating deb rosa ko'p yozishadi. Beshinchisi tunda yeb qo'yaman, shu tunda yeb qo'ymas uchun nima qilish kerak deb juda ham ko'pchilik yozadi. Xo'p, 5 ta savol birdaniga berdingiz. Hozir bittalab, xudo xolasa javob berishga harakat qilaman. Esimdan chiqib qolsa aytasiz. Birinchi savolingiz adashmasam insulin gormoningiz haqida ketdi. Demak, insulin gormonini ko'tarilishiga sabab, birinchi sababni tushunishimiz kerak. Bu yerda sabab siz tez-tez perikus qilishingiz. Ya'ni orada cho'qilab insonlar juda ham ko'p yeydi. Masalan, bir kunda 3 mahal ovqatlanish usuli hammaga to'g'ri kelsa, ular bir kunda 3 mahal emas, 5 mahal, 7 mahal, 6 mahal mayda perikuslar bilan ovqatlanishadi. Perikus insulin gormonini oshiradi. Va nima uchun yana insulin baland bo'ladi? Uglevoddan, ratsioningizda ko'p uglevod, ya'ni sodda uglevodlar, tortlar, pirojnilar, gazli ichimliklar iste'mol qilasiz. Shuni hisobidan ham insulin har doimiy baland yuradi. Lekin meni hozir bitta klientim rasmlarini shu yerda qoldiraman. Laylo opa, insulin gormonlari 25 bilan kelganlar. Boshida bilasiz, 6-7 norma hisoblanadi. Lekin ko'rganingizdek, mana shu holatga erishganlar, bu ularni deyarli 1 yillik natijalari. Qorin razmeri o'ta katta, insulin gormoni baland, ishtaha doimiy baland bo'lgandan juda ham qiynalganlar, insulin rezistentlik. Xullas, barcha sog'liqlardagi muammoga yechim topib, marafonda xuddi shu holatga keldilar. Demak, bu yerda bitta yechim ratsiondan uglevodlarni cheklash, perikuslarni olib tashlash. Endi ikkinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, haqiqatda to'g'ri, dietologlar juda ham ko'p salatlarni buyurishadi. Nima uchun? Chunki salatdan ular o'ziga kerakli bo'lgan makro elementlarni olishadi. Vitaminga boy hisoblanadi. Sabzavotli salatlar albatta ratsionda bo'lishi kerak. Lekin ayrim insonlar borki, bu turdagi insonlar masalan karom, ya'ni qizil rangli yoki turli xildagi rangli sabzavotlarni iste'mol qilgan paytida ularning qornida dam bo'lish holati kelib chiqadi. Ya'ni masalan bo'lishi mumkin karom mahsuloti. Karomni ko'p iste'mol qilganda yoki hattoki ayrimlarda bo'ladi bolgarskiy, ya'ni bulg'or qaramparidan salatlarni tayyorlab iste'mol qilishadi, lekin o'sha salatni iste'mol qilgan paytda qornida dam bo'lish holati bo'ladi. Demak, uni o'rniga boshqa sabzavotga almashtirish mumkin. Chunki qorin o'ta dam bo'lishi ham va qabziyat qiynashi ham vaznni sekin ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchi savolingiz adashmasam qabziyat haqida edi. Xo'sh, qabziyat juda ham ko'pchilikning asosiy muammosi. Bunda birinchi o'rinda nima qilish kerak? Ratsionga kletchatka miqdorini, ya'ni tolalarning miqdorini norma holatda berish kerak. Ratsionda albatta sabzavotlar, ko'katlar ko'proq bo'lsin. Va aynan qabziyatning sababini lekin aniqlash kerak. Ayrim insonlar bor, ratsionga kletchatka qo'shsa ham ularda doimiy qabziyat bor. Bunga asosiy sabab ularni o't tufayli bilan bog'liq. O'zi tekshiruvlardan o'tgan holatda o't tufayli holatini tekshirtirish kerak yoki TTG gormonga analiz topshirish, ya'ni aynan qalqonsimon bez faoliyatida muammo bo'lsa ham ko'pchilikda qabziyat qiynaydi. Qancha suv ichsa ham, qancha fitness qilsa ham, qancha jismoniy harakatda faol bo'lib ratsioniga tolalarni, kletchatkalarni kirgizsa ham, u insonlarda doimiy qabziyat qiynaydi toki muammoni hal qilishmagungacha. Demak, TTG gormonga analiz topshirish va o't pufakni UZI qildirish bu eng zo'r yechim. Tez ozish usuli juda ham ko'pchilik so'raydi. Bu haqida YouTube kanallarimda, Telegram tarmog'ida alohida juda ham ko'p to'xtalaman. Yaqinda ham Telegramda mana shu haqida to'xtaldik va men hozir sizlarga Telegram kanalimni ishtirokchilar uchun, meni kuzatuvchilar uchun qoldiraman. Ularni olishsa juda ham ko'p savollarni Telegram kanalda ham olishlari mumkin. Tez ozishni usuli bitta. Bu har xil turdagi dietalardan foydalanish yoki ochliklar qilish orada. Intervalli goladaniyada qilgan paytda ham inson juda ham tez vazn tashiydi yoki autofagiya kunlari, ya'ni suv kunlarini bajarganda ham. Lekin unutmaslik kerakki, tez ozgan inson tezlikda bu vaznni qaytib o'ziga yig'ib oladi. Bitta narsani tavsiya qilgan bo'lardim, tez ozishni emas, sifatli ozishni tanlash kerak. Bir oyda siz kamida 5-6 kilo ozsangiz ham organizmga hamma narsani bergan holatda, kerakli bo'lgan vitaminlarni qabul qilgan holatda, kerakli bo'lgan o'sha oziq-ovqatdan hamma vitamin, makro elementlarni qabul qilgan holatda ozish bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Va eng oxirgi savolingiz adashmasam tunda yeb qo'yish haqida edi. Xo'sh, juda ko'pchilik bu xatoni qilishadi. Ya'ni ular norma holatda nonushta qilishadi, tushlik amalga oshirishadi, kechki ujinni amalga oshirishadi, lekin tunda soat 10 da, 9 da, 11 da yeb qo'yishadi. Bunga sabab albatta ayrim
ayollarni turmush o'rtog'ini o'ta kech kelishi ishdan kech qaytgandan keyin albatta xo'jayini qo'lida narsasi bilan kelishadi, ya'ni bo'lishi mumkin kola, shokolad, shirinliklar va o'tirib olib ular birgalashib narsa yeb qo'yishadi. Buni oldini olish uchun avvalambor birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingizga bu narsani tushuntirishingiz kerak. Ratsional ovqatlanishni, to'g'ri ovqatlanishni butun oila bilan birga qilgan yaxshi. Va eng asosiysi tunda yeb qo'yishga sabab kerakli miqdorda organizm oqsillarni olmagan paytda, ya'ni organizmda ochlik hissi doimiy bo'ladi. Agar siz oqsilni miqdorini organizmga to'liq holatda bermasangiz yoki nonushtani norma qilmasangiz yoki tushligingizda o'sha ovqatingiz, noningiz bir bo'lak yonida salatingizni yemasangiz, kechki ujinga borgan paytda yoki ujindan keyin och qolish holati bo'ladi. Va kechki ovqatni ham iloji boricha ratsioningizda kletchatkani miqdori, oqsilning miqdoriga e'tibor berib ovqatlanadigan bo'lsangiz, aytaylik bitta olma sizni to'ydirmaydi. Ayrimlar bor bitta olma yeydi, bo'ldi, o'sha 2 soatdan keyin ular och qoladi. Demak, ochlikni tunda yeb qo'yishni oldini olish uchun har ovqatlangan paytda to'ygan holatda, ya'ni siz ko'p narsa yeysiz shart emas, kam narsa yeysiz ham sifatli, ya'ni uni miqdorida o'sha uni tarkibida kletchatka ham bo'lsin, oqsil ham bo'lsin va albatta foydali yog'lar ham bo'lsin. O'shanda inson ochlik hissini kamroq his qiladi va tunda yeb qo'ymaydi. Dietolog Sadoqat Muhammadjonova bilan qanaqa bog'lansa bo'ladi? Mana hozir YouTube'da videolaringiz ostida kommentariyalar qatga yozing, semirmoqchiman, ozmoqchiman deb juda ham ko'p yozishgan. Siz bilan qanday bog'lansa bo'ladi? Hozir men sizga mana shu yerda Telegramdan poisk berib qidirishingiz mumkin bo'lgan profilni qoldiraman. Xuddi shu yozuvni Telegramga yozishsa, mana administratorlarimni nomerlari kelib chiqadi. Bemalol savollarni so'ragan holatda marafon haqidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lishsa bo'ladi.